أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihson va inoyati bilan Ustoz Abdulvahab Xallob degan kishining ilmi usul fiqhi degan mush risolasi haqida darsimizni davom qilgan bo'lib, buningda hukm taklifi va buningki qismlari mushning ustida dars qilgan edik, to'xtalgan edik. Buningdan ijob, nadb, tahrim, karoha, iboha bunlarni qisqacha tunishib chiqqan edik. Hem buningda bu vacibning o'zini, ya'ni ijobning o'zini matlab jihatdan vacib ayni, vacib kifoyi deganga taqsim qilgan edi. Ikkinchi taqsimot bo'ldi. Hamda uchinchi taqsimoti u qaysi deganda bu nima? Talab qilingan narsaning miqdori jihatdan vacib, muhaddad va g'ayr muhaddadga taqsim topadi degan o'shani o'zi to'xtab qolibdi ekanmiz. O'shani o'zini darsimizni davomlashtirishimiz. Ustoz deydi: "At-taqsimus salisu yanqasimu al-vajibu min jihatil miqdaril matlubi minhu ila muhaddadin va g'ayr muhaddadin." Üçüncü taksim, üçüncü taksim. Taksim da bu vacip. Ünündün talep, matlub bo'lgan narsaning miqdori jihatdan muhaddad va g'ayr muhaddadga taqsim topadi deydi. Ham buningda vacib muhaddad degan qaysi desa, fal vacibul muhaddadu huwa ma ayyana lahu shari'u miqdaran ma'luman. بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على ما عين الشارع كالصلوات الخمس والزكاة والديون المالية، فكل فريضة من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها. وزكاة كل مال واجبة فيه، الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تعدى بمقدارها في مصرفها، وكذلك ثمن المشترى وأجر المستأجر، وكل واجب يجب مقدارا معلوما بحدود معينة. ومن نظر أن يتبرأ بمبلغ معين لمشروع خيري فالواجب عليه بالنذر واجب محدد. Vacib muhaddadken şari taala aniq belgilengen bir nimeniço bir ma'lum bir miqdorni tayin qilgan narsaning o'zini vacib muhaddad deymiz deydi. Şari taala uni aniqlashtirib bergan narsani o'zini. Yani mükellefninki öşnesi bu vacibattan herkes kutulanmaydı. Lekin onu şu şari tayin qilib bergan suratda şu şart rukun aslida ado qilgan bo'lsa, anınki mükellefning öşnesi onundan bari bo'lib, uni qutuladi, onundan sağ tutuladi. Bo'lmasa u gadini sağ tutolmaydi. 5 namoz o'xshash va zakat va qarz, malla masalan degan o'xshash. Her qandaq beş namazdan bo'lgan her bir farz mükellefning zimmasi ening uchun mashg'ul. Hatto uning rakatlari, arkan shurut bilan ado qilgan qadar u mükellefning zimmasi mashg'ul. Her qandaq malning zakati ham
Onun için zakat vacip olan malın, her kandak malın zakati hem inanılan mükellefnin öşün seni meşgul. Mükellefnin ki gədini, şundan yine meşgul ki onun gədini düşmeydi, ada olmaydı. Hatta onun aşı mesraf, Kur'an-ı Kerim belgelenken 8 mesraf var. İnneme sadakatul fukarayul mesakin ve ibnis sebil ila ahir ayet. Muşun uziki masraflarga öz miqdarlan ada kılgan kadar bunun mükellefinin zimni meşgul oturdaki onu düşmeydi. Oşunsa setilgan neslenin tovarının bununki pulu ve kirakeşinin şekki ve arkanda vacip ki vacip buludu. E, arkanda vacip buludu miktaran ma'lumen. Bihududun muayyenin. Onun çek çigirsi enik belgilengen, muayyen boğan, ma'lum ve miktar cihette ma'lum boğan şekilde arkanda vacip olur. Mesela bir adam bir hayriyet fonduğa muayyen bir pul, mal e, yardım kılışını nazır kılgan bolsa, Allah yolunda men bu işi bir boldu men nazır kuya yardım kılgay degan bolsa, o adamga bu şu vacip boğunu o adamga nazır kıllık bilan o vacip muayyendir. أم واجب غير محدد تبرسوا يقارك واجب محدد مالجو واجب غير محدد والواجب غير المحدد هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد كالإنفاق في سبيل الله والتعاون على البر والتصدق على الفقراء إذا وجب بالنذر وإطعام الجائع وإغاثة الملهوب وغير ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع لأن المقصود بها سد الحاجة ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والمحتاجين والأحوال. Vacip gayri muhadded degan şari taala onu ölçümünü bekitmegen, muayyan kılmagan narsa. Belki onu mükelleftin ço mutlaka talep kıldı. Ona bekitmestin. Mancılık ançık demestin. Allah yolunda mehbib, Allah rızalık için pul kaşıyan kısat, mal kaşıyan okşaş. Yaxşılıkka yardımlaşışqa okşaş. Yo'qsizlarga sadaq berganga o'xshash qachon bu nazrlan shundan vojib bo'lib qolgan bo'lsa, yani bu o'z bilgan tariqada yordam qilsa bo'ladi demoqchida. Va oshqa qolganlarni qo'sqin to'g'izga o'xshash va nimani shu halok oldi turgan masalan halok girdovdib qolganlarni qutqizib o'xshash va uni boshqa nurg'un vojibotlardan keyin shariy taolo uning uchun chek chegarasini onun pasilini bekitmedi. Bu vacip gayr muhadded değildir. Maksat ondan ihtiyacı kamdaş. İhtiyaç kamdılgan nesinin ölçümü okşaşmaydı da ihtiyaçlarının ve muhtaçlarının ahvallen ve şu anki ahvalı karab bu hacetinin kamdaşınki kamda bulgan nesinin miktarı kançılıklığı ölçümü her xil oldu. Bunun o'zi vacip gayr muhaddad deydi. Shariy taolo uning miqdorini bekitmagan asla. ومما يتفرع على هذا التقسيم أن الواجب المحدد يجب دينا في الذمة وتجوز المقاضاة به وأن الواجب غير المحدد لا يجب دينا في الذمة ولا تجوز المقاضاة به لأن الذمة لا تشغل إلا بمعين والمقاضاة لا تكون إلا بمعين. أما bu تقسيمات بناء bu واجب محدد وواجب غير محدد degan şu taqsimatın üzüden mimma yetaparra bir narsanın qatarınki şaq çıqırdı. Yani ma məsələlərinin üzüden ma məsəl çıqırdı deydi. Muşu taqsimat binaen təpərrü bolğan nəsin qatarındır. Yəni, maşaq mı çıxıdı? Qaysı
cho'qim vojib muhaddad degan yuqori biz vojib muhaddad degan shariy taolo miqdor ma'lumni belgilab bergan muayyan qilib bergan narsaning o'zini vojib muhaddad degan tiqani u mukallafning o'shnisidan gadindan faqat shuni ado qilishdan tushadigan narsa bo'lib tushmaydi deb bu vojib muhaddad bu nim bo'ladi zimmisida qarzup vojib muhaddadkanni vojib bo'ldi qarz bo'lgan holda buning zimmisida uni ado qilmiz bo'lmaydi va uning uchun talab qilish ham durust ana talab qilish durustki agar shu vaqtida uni ado qilmagan bo'lsa mani qaytaryapti deb mana talab qilish durustki uning insoviga tashlab qo'ymay talab qilish durust ammo vojib g'ayr muhaddatcho bu nim bo'lmaydi bu zimmada uniki gadinda qarz bo'lib vojib bo'lmaydi vojib g'ayr muhaddat bo'lgani onun uchun talab qilish ham durust emas zimmat degan mashg'ul bo'lmaydi bu zimma ya'ni bu odamning gadini mashg'ul bo'lmaydi lekin muayyan qilib qozi tarafidan va boshqa masalan jurtcho'ng'ir tarafidan bir necha bir nima tarafidan hay'at taraflardan degandek masalan bu zimmat degan mashg'ul bo'lmaydi lekin muayyanlanki shu taraflar shuni muayyan munchilik anda bo'lsa oyma oy yilma yil munchalik siz gardingizga vojib bersiz ado qilasiz degandek bu muayyan bo'lganda anandan keyin bu zimmat mashg'ul bo'lmaydi bu muayyan bilan muayyan bo'lmasa shu zimmat mashg'ul bo'lmaydi zimmat mashg'ul bo'lmagandan keyin onun bilan talab qil bo'lmaydi deydi muqodat degan talab qilish bo'lmaydi lekin u muayyan uni son sipirlarini vaqt soatlarini bekitishlan tayin qilishlan bo'ladi ولهذا من رأى أن نفقة الزوجة الواجبة على زوجها ونفقة القريب الواجبة على قريبه واجب غير محدد لأنه لا يعرف مقداره قال إن ذمة الزوج أو القريب غير مشغولة به قبل القضاء أو الرضاء وليس للزوجة أو القريب أن يطالب به إلا بعد القضاء أو الرضاء فإذا حكم بها أو تراضى الطرفان عليها تحدد مقدار الواجب بالقضاء أو الرضاء وصحة المطالبة به مش جهتين bir adam مثلا ki oylagan bolsa şunu çokum ayol kishininki yüzün erinin boynuğa vacip bo'lgan xirajdi va yaqin tuqqunninki nafaqasiki vacip bo'lganti bu nafaqa o'zining yaqiniga ayol kishining erga bo'lgan nafaqasi yaqin bir odamning o'zining yaqin tuqquni bo'lgan nafaqasi bu vacip g'ayr muhaddad bu yaqinlik bu rishsizlan mayli arxutundachilik rishsizlan bo'lsin mayli nasab jihatga yaqinlik rishsizlan bo'lsin bunun bilan o oyma oy haftama hafta onun nim qilib manchik bersan chuqur bermasang bo'lmaydi u degilolmaydi bu vojibki g'ayr muhaddad bu shariy ta'ala unga chaq qo'ymagan uni muayyan qilib bermagan chunki uning miqdorini tunilmaydi ba'zi bagani jiqchiq bir qo'ydi ba'zi madara bir qoladi o'zining holiga qilib masalan ar bo'g'chi yoki yaqin tuqqan bo'g'chi tuqqaniga uning miqdori tunilmaydi masalan chuqum bir erninki yoki bir yaqin tuqqanning o'shnisi uning uchun mashg'ul emas u ta qozi xonim shunga hukm chiqarishdan burun yoki bir hay'at tarafidan buniga rozi bo'lishingizmi ikki taraf mushunga deb rozimanlik bildirishdan burun bu zimmichu mashg'ul emas cho'qim munchik biridi degan gap bo'lmaydi
Ee, yoki yaqin urug' tuqqanlarga shuni ahvoli qarab bo'ladi. Jiqaroq bebab qilib qolsa jiqaroq beradigan, bo'lmay qolib qolsa shu holi qarab beradi. Ammo chuqur munchiq bersan anchiq bersan deb bu qado ridodan burun buning zimmasi mashg'ul emas deydi. Va ayol uchun yoki yaqin tuqqan uchun uni talab qilish ham haq bo'lmaydi. Lekin qadodan keyin yoki ridodan keyin ikkalisi bu sud bir taraf bo'lgandan keyin oyma oy managa munchiq bir narsa yetkazib bersan degandan keyin yoki bir hay'at unaga bir arshi jo'rib anda qilgan bo'lsa ishkingiz oyma oy yama ayolingizga yama sizning urug' tuqquningizga mani tashlayotmang munchiq bir narsa bir sizgniki bo'ludi man unaga rozi berman degandan keyin uni talab qilish haqqi bo'ladi. Bo'lmaydi zavja yoki yaqin tuqqunidan uni talab qilish haqqi bo'lmaydi. İlla qadaridan keyin deydi. Qachon unaga hukm qilinsa qozi tarafidan yoki uningga ikki taraf rozi bo'lsa, bu hay'atlar tarafidan ikki shuni yarashgan bo'lsa, shuning sulhi kelgan bo'lsa, anandan keyin bu vojibning miqdoricha belgilangan bo'ladi. Qado bilan yo rido bilan belgilangan bo'ladi. U vaqtimizda talab qilish durust deydi. Bu yuqorqi nimaga shu vojib muhaddad va vojib g'ayr muhaddad degan shu uchinchi taqsimotni tunugandan keyin buning qarta ma bir shaq chiqdi. Buningdan mutafarriq bo'ldik. ومن رأى أنها من الواجب المحدد المقدر بحال الزوج أو بما يكفي للقريب قال إنهما واجب محدد في الذمة فتصح المطالبة به عن مدة قبل القضاء أو الرضاء لأن القضاء أظهر مقدار الواجب ولم يحدده. Bir adam o'ylabdi da bu bo'lsa vojib muhaddatning qatoridan ki belgilangan bu erning holiqi bilan belgilangan yoki yaqin tuqqunga kifoya qilgan yetkidak narsalar belgilangan bu vojibki muhaddat bu oyma oy munchiq bir narsa ketidi bu ayolga yoki bu tuqquniga degandek bu vojib muhaddatning qatoridan bu deb o'ylagan odam dediki cho'qim bu ikkisi vojib muhaddatning qatoridan bu vojib muhaddat zimmada undoq bo'lgandan keyin uni ash muddatning o'zida talab qilish durust deydi. Qado ya ridodan ilgari buni qado sud qo'yib sudning hukmiga quloq solib anandan shu sudning hukmi bo'yicha u talab qilaman deb uni saqlab o'ltirmasdilar. Qado yoki ridodan burun shu ma'lum muddatning ichida uni talab qilish durust edi vojib muhaddat deb qaraganlar. Chunki qado degan gap nimasi oshkor, chunki qado oshkor qildi bu qado vojibninki miqdorini qancha ekanligini oshkor qildi, ammo buningcha rasmiy bekitmadi deydi. التقسيم الرابع ينقسم الواجب إلى واجب معين وواجب مخير فالواجب المعين ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة والصيام وثمن المشترى وأجر المستأجر ورد المغصوب ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه. Dördüncü taksimat taksim tabi vacib muayyenga ve vacib muhayyarga. Vacib muayyengen nima desa, uni şaritala onun öz aynı talep qilgan narsa. Namaz, ro'za o'xshash va mushtaraniki sotvelingan narsa pulusi o'xshash, mustajirni ishaqqa o'xshash bo'langan narsani o'z aynini qaytarib bergan o'xshash deydi. Buningda mukallafninki gadini faqatlam shu narsaning o'z aynini ado qilishlan soqit bo'ludiki, bari bo'ladi. Bo'lmasa gadini besib turaverdi, uni soqit bo'lmaydi deydi. Buni o'zi vojib muayyan deydi.
Vacib muhayyer degan nima deydi. Yine bir vacib. Vel vacibul muhayyeru ma talabahu şari'u vahidan min umurin muayyenetin. كأحد خصال الكفارة فإن الله أوجب على من حنس في يمينه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فالواجب أي واحد من هذه الأمور الثلاثة والخيار للمكلف في تخصيص واحد بالفعل وتبرأ ذمته من الواجب بأداء أي واحد واجب مخير كان شرط على معين bir qancha ishladim bo'lgan bir qancha ishning birisini tayin qilib berdi ya mani ya mavu u ishmi shundaqliklar emas la ila nihoya emas nihoyat var cheklik muayyan narsadan bo'lgan birini tayin qilib berdi uni vojib muhayyar ya mani qiling ya mani degandek shuning birisini qilsiz degandek masalan xuddi kaporatniki xislatlaridan birisi o'xshash alloh azza va jal o'zining qasmidichu qasmini buzib qo'ygan odamni o'ziga yoki 10 miskinga taom berishni bekitdi yoki u 10 miskingachu uchisini yopqidek bir kiyim kiydirishni bekitdi yoki bir qul ozod qilishni buni bekitdi mutlaqo musulmon bo'lsin kofir bo'lsin mutlaqo bir qul ozod qilishni ya buni qiling ya buni uchini birini qilmay bo'lmaydi degandek bu vojib muhayyar vojib hamda mush uchning qaysi bo'lsin birisini qilish vojib والخيار للمكلف في تخصيص واحد بالفعل va ixtiyorlik mukallaf uchun mush qaysi birisi bo'lsin birisini amaliyotda bil fe'l ya'ni amaliyotda ay birisini o'ng qilishda man zot palonni ya man bundan qul ozod qilay yoki 10 miskinga taom beray yoki bir 10 kishiga kiyim kiydirib qo'yay deganga o'xshash ixtiyorlik mukallaf uchun shu qaysi birisi bo'lsin birini amaliyotda o'ng qilishda va saqtuludu bo'shanudu u mukallafning zimmasi vojibatdan vaqti bo'shangan bo'ladi ashna qaysi birisini ado qilishlar deydi buni o'zim deyildi vojib muhayyar deyildi deydi xo'sh bugun darsimiz vaqt itiboriyle shundan kifoyalanamiz darsimizning davomi alloh xohlasa at bo'ladi va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin